Bugun sizlarga yangi avlod kollagenimiz haqida to'liq ma'lumot obzor qilib beraman va mana shu obzordan keyin bizni kollagenimizning ustunlik tomonlarini bilib olishingiz mumkin. Nal kompaniyamizda yangi avlod kollagenlari mana xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bilasizlar, bizda morskoy kollagen va qoramol terisidan olingan kollagenlarimiz bor edi. Endi esa kompaniyamiz o'zimiz ustida ishlagan holatda yana ham kuchli, yana ham tarkibi boyitilgan kollagenlarimiz ishlab chiqarildi. Buni tarkibida 3 xil kollagen mujassam, ya'ni qoramol terisidan, tovuq go'shtidan va eng asosiysi dengiz kollagenlari birgalikda 3 ta kollagen bitta flakonda joylashtirilgan, immunitetingizni ko'tarish bo'yicha, terini sog'lomlashtirish uchun va yosharish uchun eng kerakli bo'lgan mahsulotimiz hisoblanadi. Bemalol homilador, emizikli va yosh onalarimizga ham mumkin bo'lgan kollagenlarimiz. Butun dunyo bo'yicha kollagenlar trendga chiqdi, bilasizlar. Kollagen o'zi nima degan savolga ko'pchilik o'z direktim to'lib ketadi. Kollagen nima? Kollagen inson organizmini yoshartirib beruvchi alohida modda hisoblanadi. Organizmda kollagen 20 yosh, 25 yoshdan keyin ishlab chiqarish sekinlashgandan keyin qarish prosessi boshlanadi. Ya'ni bo'g'imda og'riqlar, yuzda mimik ajinlar paydo bo'lishni boshlaydi, soch to'kiladi, tirnoqlar mo'rtlashadi, zreniya pasayadi, teri so'lg'inlashadi, suyaklarda qirsillashlar, yemirilishlar kelib chiqadi, bel og'riqlar hammasi kollagen yetishmasligidan bo'ladi va mana shu kollagenlarni vaqtida organizmga me'yorida berib turiladigan bo'lsa, ichib turiladigan bo'lsa, bizda unaqa muammolar bo'lmaydi va sizni yoshligingiz doim qoladi. Eng asosiysi kollagenni qanaqasidan va qaysi biridan olishni bilishingiz kerak bo'ladi. Bizda Enel mahsulotlarimiz har bittasi halol sertifikatiga ega. Bu kollagenimizni eng asosiy qulayliklaridan biri ichishga oson bo'lishi. Parashoklar bilasizlar, suvga tayyorlab ichish kerak bo'ladi, kapsulani ham suv bilan birga ichish kerak bo'ladi. Bu esa yo'lda yurganingizda ham, ertalab kechqurunga hamrohingiz bo'lganda ham juda ham oson. Bismillah. Mana. Ichilish juda ham qulay, xuddi olcha ta'mi keladi. Tarkibida bilasizlar, tovuq, qoramol va dengiz kollageni mujassam. Ichganda ham juda ham yoqimli. Homiladorlar ham mana bu teri holatini, elastikligini yaxshilash uchun, qin devorlarini toraytirish uchun, undan tashqari tana ko'rinishi ozayotgan mijozlarimizga bellari korreksiya bo'lishi uchun juda ham yordam beradi. Yosh kattalarga esa bo'g'im og'riqlarida, suyak yemirilishlarida eng kerakli bo'lgan vosita hisoblanadi. Yosh onalarimizda yoki yosh kelinchaklarda esa soch to'kilishini oldini olib beradi.